2026 Chevrolet Cobalt avtomobili zamonaviy dizayn va yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan yangi model sifatida bozorga taqdim etiladi. Bu avtomobil har kuni foydalanish uchun juda mos bo'lib, ishonchliligi, samaradorligi va qulayligi bilan ajralib turadi. Tashqi ko'rinish silliq chiziqlar va dinamik siluet bilan yaratilgan bo'lib, yo'lga chiqishda diqqatni tortadi. Old panelda yengil LED faralar, yangilangan radiator panjarasi va aerodinamik batareyalar ko'pchilik haydovchilar uchun yoqimli taassurot qoldiradi. Bundan tashqari avtomobilning orqa qismi ham zamonaviy dizayn elementlariga ega bo'lib, chiroyli stop chiroqlari va funksional bagaj qopqog'i bilan jihozlangan. Ichki makon juda qulay va ergonomik tarzda tashkil etilgan. O'rindiqlar yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq safarlar davomida ham charchoqni kamaytiradi. Salon ichida keng joy, yo'lovchilar uchun yetarli bosh va oyoq uchun bo'shliq mavjud bo'lib, oilaviy safarlar uchun juda qulaydir. Markaziy konsolda joylashgan sensorli ekran orqali media tizimni boshqarish juda oson. Bluetooth, Apple CarPlay va Android Auto funksiyalari haydovchi va yo'lovchilarga eng sevimli audio va navigatsiya ilovalarini ishlatish imkonini beradi. Shuningdek, rul ustidagi boshqaruv tugmalari haydovchiga xavfsiz va chalg'itmay boshqarishni ta'minlaydi. 2026 Chevrolet Cobalt kuchli lekin yoqilg'i tejamkor dvigatel bilan jihozlangan. U shahar ichida va uzun yo'l bo'ylab samarali ishlaydi. Dvigatelning past yoqilg'i sarfi bu avtomobilni kundalik foydalanish uchun juda qulay tanlovga aylantiradi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutilari haydovchi tanloviga qarab mavjud bo'lib, har xil haydash uslublariga moslash imkonini beradi. To'xtash va tezlanish jarayonlari silliq va nazorat ostida bo'lib, bu haydovchiga yo'l sharoitida ishonch beradi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan 2026 Cobalt zamonaviy tizimlar bilan ta'minlangan. Avtomobil ABS, EPT, barqarorlik nazorati, old va yon havo yostiqlari kabi xavfsizlik elementlariga ega. Orqa parkovka datchiklari va orqa kamera tor joylarda qulay xizmat ko'rsatadi hamda to'xtashni aniq bajarishga yordam beradi. Mustahkam karosseriya tuzilishi yo'l harakati xavfsizligini oshiradi va yo'lovchilar himoyasini ta'minlaydi. Texnik ko'rsatkichlar bo'yicha bu model yuqori indekslarga ega. Shassi va suspenziya yo'l notekisliklarini yengib o'tishda barqarorlikni saqlaydi. Rul boshqaruvi aniq va ishonchli ishlaydi. Tormoz tizimi tez va ishonchli javob beradi. Shovqinni izolyatsiya qilish darajasi salon ichida tinch va osoyishta muhit yaratadi. Bu haydovchi diqqatini yo'lga jamlash uchun juda muhimdir. Bagaj bo'limi juda keng bo'lib, uyali yuklar va sayohat asboblari uchun yetarli joyni ta'minlaydi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk hajmini yanada kengaytirish mumkin. Iqlim nazorati tizimi har xil ob-havo sharoitida ham salon ichida qulaylikni saqlaydi. Ushbu video orqali siz 2026 Chevrolet Cobaltning barcha asosiy xususiyatlari, texnik imkoniyatlari va haydash xislatini bilib olasiz. Tomosha qilayotganda diqqat bilan barcha detallarni o'rganing va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lish orqali siz avtomobil sharhlari, eng so'nggi yangiliklar va batafsil tahlillarni birinchi bo'lib ko'rishingiz mumkin. Tarmax kanali sizga har doim dolzarb va ishonchli ma'lumotlarni yetkazadi va sizning avtomobil olamidagi bilimlaringizni kengaytiradi. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring va qaysi avtomobil haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Bugun Chevrolet Cobalt haqida bilganlaringizni baholang va bu avtomobil siz uchun qanchalik mosligini aniqlang. Videoni boshqalarga tavsiya qiling, shunda ular ham foydali ma'lumotlarga ega bo'ladilar va to'g'ri tanlov qila oladilar. Rahmat tomoshabinlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz va ishtiyoqingiz uchun har doim bilan bo'ling.